Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Ayollar, har qancha ochiqingiz kelgan bo'lsa-mu, bu 3 eg'iz gapni hargiz eg'izingizdan chiqarmang. Birinchisi, agar bolani yetim bo'lib qolmasin demasam, sendan burul ajrashib ketatdim. Esingizda bo'lsin, ajrashish degan bu so'z er-xotinlar orasiga tushgan bir jarohat. Bu so'zni bir qatim desangiz, bu jarohat bir hassa yo'g'onaydi. Bu so'z deyilaversa, bu jarohatning o'ngshalmoqi tez. Hatta saqaytolmasligingiz mumkin. Ikkinchi, boshqalarga qarab boq, ondan o'zingga qarab boq. Hech narang uningga yetmaydi. Uni hargiz boshqalarga selishtirmang. Esingizda bo'lsin, hech kim yaxshi eri yoki yaxshi ayolini sizga bermaydi. Shunga uni boshqalarga selishtirishdan avval uni ilhomlantirishni o'rganing. Uchinchi, mening chidog'chilikim qolmadi. Sizlarning oiladagi hammanglar o'xshashkansizlar. Esingizda bo'lsin, uni tillasangizmi, qarshi tarafning oilasidagilarni tishlab tortmang. Unda qilsangiz, o'tiranglardagi ziddiyat texmi cho'ngayib ketadi. Ziddiyat cho'ngayib ketsa, oilangizning vayron bo'lishi faqat vaqt masalasi bo'lib qoladi. Har ayollik turmushda hammadan muhimi bir-birini tushunish, bir-birining holiga yetish. Baxtli oilaga erishishda hammamizning haqqi bor. Biroq baxtli oila osmondan tushmaydi. U ikki tarafning asrashi va hurmat qilishiga muhtoj.